Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni tashvishga soladigan, ammo ayni paytda katta umid bag'ishlaydigan o'ta muhim bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi davrda internet va barqaror aloqa oddiy bir qulaylik emas, balki hayotiy zaruratga aylanganini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Tasavvur qiling, elektr yo'q, aloqa vositalari ishlamayapti. Siz esa yaqinlaringiz bilan bog'lana olmaysiz. Muhim ma'lumotlarga ega bo'la olmaysiz. Bu holat qanchalik og'riqli ekanini, ayniqsa favqulodda vaziyatlarda qanchalik xavfli bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Lekin bugun men sizlarga bu muammoning nihoyatda innovatsion va to'liq bepul yechimi haqida so'zlab beraman. Bu har bir oilaga, har bir insonga tegishli bo'lgan, hayotni osonlashtiradigan va hatto qutqara oladigan ma'lumot. Shunday ekan, kanalimga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun sizning hayotingizni o'zgartiradigan ma'lumotlarni oshkor qilaman. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar. Azizlarim, esingizda bo'lsa, ilgari elektr ta'minotidagi uzilishlar, ayniqsa qishloq joylarda uzoq muddatli aloqa uzilishlariga sabab bo'lar edi. Ko'pchilik uchun mobil telefon shunchaki keraksiz buyumga aylanardi. Chunki uni quvvatlantirishning iloji yo'q edi. Internet esa umuman orzu edi. Markazlashgan elektr ta'minoti tizimiga bog'liqlik bizni juda nozik qilib qo'ygan edi. Birgina hududdagi transformatorning ishdan chiqishi yoki uzoq qishloqdagi simlarning uzilishi butun bir aholi punktini dunyodan uzib qo'yishi mumkin edi. Bu holat ayniqsa keksa yoshdagilar surunkali kasalliklarga chalinganlar va bolali oilalar uchun katta muammo edi. Masalan, oddiygina dori-darmon haqida ma'lumot olish, shifokor bilan bog'lanish yoki bolalar uchun ta'lim resurslaridan foydalanish imkoni yo'qolardi. Bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz va ijtimoiy tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan maxsus dastur doirasida endilikda elektrsiz ham barqaror internet va aloqa imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Bu oddiygina va'da emas, balki amalga oshirilgan har birimizning foydalanishimiz uchun taqdim etilgan real loyihadir. Dasturning asosiy maqsadi mamlakatimizning har bir fuqarosi, ayniqsa uzoq va chekka hududlarda yashovchilar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar elektr ta'minotidan qat'iy nazar axborotga teng imkoniyatga ega bo'lishini ta'minlashdir. Bu nafaqat aholining qulayligini oshiradi, balki favqulodda vaziyatlarda tezkor aloqani ta'minlash orqali inson hayotini saqlab qolishga ham xizmat qiladi. Endi siz elektr tarmog'i ishlamayotgan paytda ham maxsus texnologiyalar yordamida nafaqat qo'ng'iroq qila olasiz, balki internetdan ham to'liq foydalana olasiz. Bu shubhasiz aloqa sohasidagi ulkan bir inqilobdir. Asosiy qism kimga kerak va kimga kerak emas, bu bepul internet va elektrsiz aloqa xizmatidan kimlar foydalanishi mumkinligini va kimlar uchun bu ayniqsa muhim ekanligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumotni diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Chunki bu sizning o'zingizga yoki yaqinlaringizga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Avvalo, ushbu dastur quyidagi toifadagi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Uzoq va chekka hududlarda yashovchilar. Mamlakatimizda hali ham markazlashgan elektr ta'minoti tizimi barqaror ishlamaydigan yoki tez-tez uzilishlar bo'ladigan qishloqlar va mahallalar bor. Bu yerda yashovchi aholi uchun internet va aloqa har qanday sharoitda ham hayotiy zaruratdir. Misol uchun Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi G'allakor qishlog'ini olaylik. Bu qishloqda yashovchi taxminan 2,5 ta xonadon yillarning ba'zi fasllarida elektr energiyasidagi uzilishlar tufayli bir necha kunlab aloqasiz qolib ketar edi. Aholining aksariyati chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ular uchun bozor narxlari haqida ma'lumot olish, ob-havo prognozlarini bilish yoki farzandlari bilan video aloqa orqali bog'lanish juda muhim. Bu dastur orqali qishloqqa o'rnatilgan maxsus stansiya yoki xonadonlarga taqdim etilgan quyosh energiyasi bilan ishlaydigan kichik aloqa qurilmalari evaziga ular endi hech qanday uzilishlarsiz internetga kira oladi va aloqada bo'ladi. Bu nafaqat ularning hayot sifatini yaxshilaydi, balki favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish imkoniyatini ham beradi. 2. Kam ta'minlangan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar. Ba'zi oilalar uchun internetga ulanish xarajatlari oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir qiladi. Bu dastur ularga bepul aloqa imkoniyatini berib, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda teng imkoniyat yaratadi. Tasavvur qiling, Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yashovchi 2 farzandini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan Munisa opaning oilasini. Uning oylik daromadi minimal.
har oy farzandlarining oziq-ovqati va maktab xarajatlariga zo'rg'a yetadi. Uning 10 yoshli o'g'li maktabda a'lochi. Lekin uyida internet bo'lmagan uchun onlayn olimpiadalarda qatnasha olmasdi. Qo'shimcha ma'lumotlarni qidirishda qiynalardi. Ushbu dastur Munisa opaning oilasiga bepul internet va elektrsiz ishlaydigan aloqa qurilmasini taqdim etadi. Endi uning o'g'li nafaqat darslarni bemalol qila oladi, balki kelajagi uchun muhim bo'lgan turli xil onlayn resurslardan ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu uning o'qishdagi muvaffaqiyatiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O't. Nogironligi bor shaxslar va yolg'iz keksalar. Bu toifa vakillari uchun aloqa ayniqsa muhimdir. Chunki ular ko'pincha harakatlanish imkoniyatlari cheklangan bo'ladi. Elektrsiz aloqa ularga favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish, yaqinlari bilan doimiy muloqotda bo'lish imkonini beradi. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi Taqvoydin 5 yoshli Murod boboni olaylik. U yolg'iz yashaydi va oyog'i og'ir. Qishloqda elektr uzilishlari tez-tez bo'lib turadi. Bu paytda uning mobil telefoni o'chib qolsa, nabiralari bilan bog'lanish imkoni yo'qolardi. Dastur doirasida unga quvvatni uzoq muddat ushlab turadigan kichik quyosh paneli bilan quvvatlanuvchi maxsus aloqa qurilmasi berildi. Endi bobo elektr yo'qligida ham nabiralariga qo'ng'iroq qila oladi, sog'lig'i xotirjamlik xabar bera oladi va yaqinlarining ham xavotirini kamaytiradi. 4. Favqulodda vaziyatlarda tabiiy ofatlar, suv toshqinlari, zilzilalar, kuchli shamollar yoki yirik avariyalar natijasida elektr ta'minoti butunlay uzilib qolgan hududlarda ushbu texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Aloqa va internetni tiklash, qutqaruv ishlarini muvofiqlashtirish, aholini ogohlantirish va gumanitar yordamni tashkillashtirish uchun juda muhimdir. Masalan, Farg'ona vodiysida yuz bergan suv toshqini natijasida bir necha qishloqlarda elektr energiyasi va mobil aloqa butunlay ishdan chiqqan edi. O'sha paytda ushbu dastur doirasida olib bo'lgan mobil aloqa stansiyalari va sun'iy yo'ldosh orqali ishlaydigan internet qurilmalari evaziga mahalliy hokimiyat vakillari va qutqaruvchilar bir necha soat ichida aloqani tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Bu aholini evakuatsiya qilish va tibbiy yordam ko'rsatish jarayonini tezlashtirdi. Bir qancha inson hayotini saqlab qolishga yordam berdi. Kimlarga bu dastur unchalik zarur emas. Aksincha, agar siz yirik shaharlarda yashasangiz, ishonchli va barqaror elektr ta'minotiga ega bo'lsangiz, uy sharoitida yuqori tezlikdagi internetga ulangan bo'lsangiz va mobil aloqa muammosiz ishlasa, ushbu dastur siz uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Bu dastur resurslari cheklangan va u birinchi navbatda haqiqatdan ham unga muhtoj bo'lganlarga yo'naltirilgan. Shuning uchun iltimos, agar sizning vaziyatingiz yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga to'g'ri kelmasa, dastur resurslarini boshqalardan tortib olmasligingizni so'rayman. Bu jamoaviy yordam dasturi bo'lib, uning samaradorligi har birimizning mas'uliyatli yondashuvimizga bog'liq. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Hech qanday dastur yoki loyiha mukammal bo'lmagani kabi, ushbu bepul internet va elektrsiz aloqa dasturida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Men sizni bular haqida batafsil ogohlantirmoqchiman. 1. Texnologik cheklovlar va imkoniyatlar. Elektrsiz aloqa deganda ko'pchilik har qanday mobil telefonni elektr ta'minotisiz cheksiz muddat ishlatish mumkin deb o'ylaydi. Aslida bu texnologiya mustaqil energiya manbalari orqali ishlaydigan maxsus qurilmalarni yoki kichik markaziy stansiyalarni nazarda tutadi. Bu qurilmalar odatda quyosh panellari, shamol generatorlari yoki uzoq muddatli akkumulyatorlar yordamida quvvatlanadi. Masalan, ba'zi holatlarda sizga bepulga beriladigan qurilma faqat ma'lum bir aloqa turini, masalan, ovozli qo'ng'iroqlar va SMS yoki cheklangan internet tezligini faqat xabarlar va elektron pochtalar uchun yetarli ta'minlashi mumkin. Bu har doim ham eng yuqori tezlikdagi video o'qimlar yoki og'ir fayllarni yuklab olish uchun yetarli bo'lmaydi. Bu qurilmalar favqulodda aloqa va asosiy internet ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Masalan, sizga beriladigan simsiz aloqa moduli quyosh nuri yetarli bo'lmagan bulutli kunlarda yoki qishda quvvatni kamroq to'plashi mumkin. Bu esa qurilmaning avtonom ishlash muddatini qisqartiradi. Ba'zan juda uzoq vaqt elektrsiz qolganda qo'shimcha quvvat manbalari, masalan, portativ batareya kerak bo'lishi mumkin. 2. Geografik cheklovlar. Dastur butun mamlakat bo'ylab amal qilsa-da, ayrim geografik hududlarda texnik sabablarga ko'ra cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin.
Masalan, tog'li hududlardagi jarliklar orasida yoki chuqur vodiyda joylashgan ba'zi qishloqlarda signallarni uzatish qiyinlashishi mumkin. Bunday hollarda dastur doirasida beriladigan qurilmalarning samaradorligi pasayishi yoki hatto ulardan foydalanish imkoni bo'lmasligi ham mumkin. Bu holda mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda boshqa muqobil yechimlar, masalan, sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari o'rnatish masalasi ko'rib chiqiladi. Lekin bu doim ham tezkor amalga oshiriladigan ish emas. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin o'zingiz yashayotgan hududning ushbu dasturga qanchalik mos kelishini aniqlashtirish maqsadga muvofiqdir. O'tu resurslarning cheklanganligi va navbat. Garchi dastur davlat tomonidan qo'llab-quvvatlansa-da, uning resurslari cheklangan. Bu degani arizachilarning soni juda ko'p bo'lishi sababli sizga xizmat yoki xurmat taqdim etilishi uchun ma'lum bir vaqt kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ayrim hollarda dastlabki bosqichda faqat eng og'ir sharoitdagi oilalar yoki aholi punktlari ustuvorlikka ega bo'ladi. Masalan, bir vaqtning o'zida minglab odamlar ariza topshirsa, ularning barchasiga bir zumda yordam berishning imkoni bo'lmaydi. Ba'zi hollarda dastur doirasida taqdim etiladigan qurilmalar soni cheklangan bo'lishi mumkin va siz umumiy navbatga qo'yilishingiz mumkin. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. Sabr-toqatli bo'lish va tegishli idoralar bilan muntazam aloqada bo'lish muhimdir. Suiiste'mol qilish holatlari. Har qanday bepul dasturda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi insofsiz kishilar dastur imkoniyatlaridan g'ayriqonuniy ravishda yoki o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga urinishlari mumkin. Masalan, o'ziga taqdim etilgan qurilmani haqiqiy ehtiyoji bo'lganlarga bermasdan pul evaziga sotishga urinishlar bo'lishi mumkin. Bunday holat dasturning samaradorligiga putur yetkazadi va haqiqiy muhtojlarga yordam berish imkoniyatini cheklaydi. Shuning uchun dastur ma'murlari tomonidan muntazam ravishda monitoring olib boriladi va suiiste'mol holatlari aniqlanganda tegishli choralar ko'riladi. Hatto javobgarlikka tortish ham mumkin. Agar siz bunday holatlarga guvoh bo'lsangiz, tegishli organlarga xabar berishingizni so'rayman. Bu dasturning adolatli ishlashiga yordam beradi. Beja ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi. Bepul internet va xizmatlari provayderlari tomonidan ma'lumotlarning maxfiyligi ta'minlanadi, ammo foydalanuvchilar o'zlari ham onlayn xavfsizlik choralariga rioya qilishlari kerak. Bu ayniqsa shaxsiy ma'lumotlarni firibgarlikdan himoya qilishda muhimdir. Har qanday shubhali saytlar yoki elektron pochta xabarlaridan ehtiyot bo'lish lozim. Dastur doirasida taqdim etilgan qurilmalar orqali tarqalishi mumkin bo'lgan kiber tahdidlardan himoyalanish uchun muntazam ravishda dasturiy ta'minotni angilab turish tavsiya etiladi. Ushbu jihatlarni bilish sizga dasturdan to'g'ri va samarali foydalanishga yordam beradi. Shuningdek, kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishingizni ta'minlaydi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib ushbu dasturdan foydalanish mumkin? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan yodda tuting. 1. Murojaat qilish uchun joy. Bu dasturga murojaat qilish uchun bir necha joy mavjud. Birinchi navbatda o'z mahalla qo'mitangizga murojaat qiling. Mahalladagi ijtimoiy ishchilar yoki mahalla raisi dastur haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi va sizga hujjatlarni to'plashda yordam berishi kerak. Ular sizning sharoitingizni bevosita bilishgani uchun arizangizni tezroq ko'rib chiqishga yordam berishi mumkin. Ikkinchi variant O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilish. Bu agentlik ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga ko'maklashishga mas'ul bo'lgan asosiy davlat organi hisoblanadi. Ular sizning arizangizni qabul qilib belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Uchinchi variant davlat xizmatlari markazlariga DXM tashrif buyurish. DXM orqali ham ushbu dasturga onlayn yoki offlayn tarzda ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. U yerda sizga mutaxassislar ariza to'ldirishda yordam beradi. Favqulodda vaziyatlarda, masalan, tabiiy ofatlar paytida fuqarolik mudofaasi bo'limlari yoki FVning hududiy boshqarmalariga murojaat qilish ham mumkin. Ular zudlik bilan aloqani ta'minlash choralarini ko'radi. 2. Kerakli hujjatlar ro'yxati. Ariza topshirishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi. Pasport nusxasi arizachining shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma. Mahalla qo'mitasi yoki uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish
tashkilotda olinadigan hujjat, oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma, kimlar bilan birga yashashingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu oilaning ehtiyojini baholashda muhim ahamiyatga ega. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, oxirgi 6 yoki endiki oylik daromadlaringiz haqidagi ma'lumot. Bu sizning kam ta'minlangan oila qatoriga kirishingizni tasdiqlash uchun kerak. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Nogironlik guvohnomasining nusxasi agar mavjud bo'lsa, nogironligi bor shaxslar uchun ustuvorlik berilishini ta'minlash maqsadida. Mahalla qo'mitasining tavsiyanomasi sizning ijtimoiy holatingiz va haqiqiy ehtiyojingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu tavsiyanoma mahalla faollari sizning holatingizni yaxshi bilishini ko'rsatadi. Uyda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqidagi ma'lumot agar mavjud bo'lsa, masalan, hududiy elektr tarmoqlari korxonasidan yoki mahalla qo'mitasidan tasdiqlangan ma'lumotnoma, bu sizning elektrsiz aloqaga bo'lgan ehtiyojingizni asoslaydi. Arizachining telefon raqami va elektron pochta manzili agar mavjud bo'lsa, aloqa uchun. Ariza yozish, murojaat qilgan joyingizda sizga ariza namunasini berishadi. Aloqa markazlari yoki ijtimoiy himoya agentligi xodimlari sizga to'g'ri to'ldirishda yordam beradi. Arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni, oilangiz haqidagi ma'lumotlarni va eng asosiysi, ushbu bepul internet va elektrsiz aloqaga nima sababdan ehtiyoj sezayotganingizni batafsil bayon qilishingiz kerak. Misol uchun, bizning qishlog'imizda tez-tez elektr uzilishlari bo'ladi. Farzandlarim masofaviy ta'limda qatnasha olmayapti yoki men yolg'iz keksaman, elektr yo'qligida yaqinlarim bilan bog'lana olmayman kabi aniq va tushunarli tarzda yozish lozim. Qanchalik batafsil yozsangiz, arizangizning qoniqtirilish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. 4. Jarayonni kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Mahalla qo'mitasi yoki ijtimoiy himoya agentligi bilan aloqada bo'ling. Agar qo'shimcha hujjatlar talab etilsa, ularni zudlik bilan taqdim eting. Arizalar odatda 1 oy ichida ko'rib chiqiladi. Biroq yuqorida aytib o'tganimdek, navbat yoki boshqa texnik sabablarga ko'ra muddat cho'zilishi mumkin. Sizga ijobiy javob kelgach, aloqa vositalari yoki xizmatni ulash uchun tayyorgarlik choralari ko'riladi. Maxsus qurilma o'rnatish kerak bo'lsa, mutaxassislar sizning uyingizga tashrif buyurishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov mana, aziz do'stlar, biz bugun sizlar bilan bepul internet va elektrsiz aloqa imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot oldik. Bu nafaqat texnologik yutuq, balki ijtimoiy adolat va har bir fuqaroning axborotga bo'lgan huquqini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamdir. Elektr ta'minotidan qat'iy nazar, doimiy aloqada bo'lish imkoniyati bu bugungi kunda har birimiz uchun zarur bo'lgan qulaylik va xavfsizlik kafolatidir. Umid qilamanki, men bergan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va siz endi ushbu imkoniyatdan qanday foydalanishni bilasiz. Esingizda tuting, bu dastur haqiqiy muhtojlarga yordam berish uchun yaratilgan. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz yuqorida ko'rsatilgan toifaga kirsangiz, zudlik bilan murojaat qiling va bu noyob imkoniyatdan foydalaning. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu dastur haqida nima deb o'ylaysiz? Siz bunday xizmatga muhtojmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'ling. Chunki biz sizning hayotingizni yaxshilaydigan eng muhim va foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.